Usta Urganchdamiz, chotki bir mashina topib oldik. Yeshagi. Maqa qalay ekan mashina? Anjir ekan sana. Yoqdimi? Top-toza mashina. So'raymi narxini? So'rang. Hozir so'rayman. Do'stlar, biz qayerdamiz? Urganchdamiz. Aka, mana shu mashina haqida qisqacha ma'lumot beraveringiz aka. Mashinamiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan gibrid varianti bo'ladi. Aha. Mashinamiz ideal holatda, bir qo'l mashin, Necha kilometr yurgan? 3000 kilometr masofa bosib o'tgan. Ye, bu shu buni. To'nibga ruxsati hali 10 kun bo'ldi urilgan. Buni men bilaman. Narxi salonda 315 million turadi. Buni narxincha? Buni narxini 280 deymiz. Akama qarang. To'xtang endi. Biz Amudaryodanmiz, borgan yerimizda so'raymiz, katta summalarini so'raymiz. Shaggi, yoqdimi sana? Bir so'rayman hozir. Aka, bizlarga $100, $200, $300 qayting deyman. $1000 qaytib berasizmi Amudaryodan kelganlar uchun? $1000. Siz uchun qaytib beraman, brat. Siz bizni bilasizku. Gap bo'shib emas. Bugunchasi 23 xudo. 23 soat 17 dan 45 daqiqa o'tdi. $1000 sizlarga qaytib shunda 268 bo'ldi. Maksimal Amudaryolik akamlarga tashlab qo'yinglar. Kim mana shunday qara taychaqa qiziqib yurgan bo'lsa, bosib olsa bo'ladi. Akamlar nomerini qoldiraman. Elyor avtosavdodamiz Urganchda.